Balanız 1,5 aylık, 2 aylık, 3 aylık bo'lgan bo'lsa, cho'qim bizniki ma'vu aynakdan ishlangan fangjangchi neping. Ya'ni balalarniki tushukning oldini oladigan soskini cho'qim balangizga olib boring. Chunki ko'pincha balalar shu 1 oylikdan boshlab chuchuk ning dardini tortishga boshlaydi. Hamda chuchukning paydo bo'lish sababi hamda uchida yaltirib olgan deymiz. Hamda shu soskalarningki balalarga shu fangjangchi soskalarni olib bersangiz, balalar yal sho'rib olmaydi. Yal sho'rib olmagandan keyin balalarningki chuchuk bo'lib qolishining oldini ola oladigan gap. Hamda bu soska nima uchun balalarning chuchuk bo'lishining oldini ola oladi degan chaqda, chunki soskaning ostida bir xuychikosi bor. Mushu xuychiko orqali balalarningki soskasining havoning besimini, soska ichidagi havoning besimini eng normal holatda saqlay oladi. Hamda bu soskani tanshab bo'lgandan keyin balalar masalan nayfillarni, qaynoq sularning qiziqligini tanshab bo'lgandan keyin mayani bir qatim, 2 qatim, 3 qatim. Mana 3 qatimdan yuqori besib olsangiz, balalarga bo'lgan chuchukning oldini oladigan roli texmi yaxshi joriy bo'ladi. Endi sizlarga mushu soskani bugun faoliyat qilib chiqarib turman. Soskaninki ma'vu botulka qismi 600 gradusga bardoshlik bera oladigan po'lat aynakdan ishlangan. Imza qismi yemaklik darajasiga to'shqan kauchukdan ishlangan. Shunga material jihatdan nihoyat sog'lom, bexatar chiqqan. Endi mushu soskani bugun men faoliyat bahasi 32 qo'y 9 mo'changa chiqarib qo'ydim. Sanjiq emas, faqat 20 tallam soska bor bizda. Men balamga bir tal ep beray desangiz, mushu ostidagi seri qarovdan elib olsangiz bo'ldi. Uyingizga borgan chaqda har qanday bir sababdan sizga yaramay qolsa, men degandek bo'lmay qolsa, qaytarib olsangiz bo'ladi. Malni Urumchidan solamiz.